Assalomu alaykum, sizlar. Hozir mana bizning BYD Clubda e'tirozlar bo'ldi. Shu garantiyalar qilinmayapti deb. Mana o'sha gruppada yozganimdek, birinchi mana garantiyani случай bo'ldi. 605 talik chempion orqa amortizatorlarda dovush chiqib qolgan. Shuning uchun chap amortizatorlarni garantiya bo'yicha almashtirib beryapmiz. Shuning uchun gruppada yozilgan garantiya ishlamaydi, JMga o'xshagan temalar no'g'ri. Gruppada ham yozganimdaqa. Mana bu o'zlarining eski amortizatorlari hozir stoklarda lyuft paydo bo'lib qolgan. Mashina hisobiga bu taqillab yurgan. Mana bu yangi amortizator qo'yib beriladi. Chap amortizator, orqa chap amortizatorlar almashtiriladi. Bu garantiyada, ya'ni pulli xizmat emas. Hammasi taqib beriladi mashinaga. Hozir уже mana garantiya bo'yicha amortizator almashtirish ishini yakunlamoqdamiz. Bu garantiyani bo'yicha almashtirishdan asosiy sabab mijoz o'z avtoulovni vaqtida texnik обслуживание, ya'ni texnik ko'riklarni o'tkazib, moylarini va kerakli protsedura, ya'ni xizmatlarni vaqtida qilib yurib, servis knichkasiga ega bo'lgani uchun mana garantiya bo'yicha amortizator almashtirilyapti. Kimga shunaqa xizmatlar, ya'ni garantiya bo'yicha xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, ehtiyoji bo'ladigan bo'lsa, BYD Qibray servisiga murojaat qilishingiz mumkin.